Shu Qodirov Azamjon aka kelgan, yoshlari 65 yosh, asosiy kelgandagi shikoyati bemorda shu ya'ni tarvoq krapyunitsa bilan kelgan. Krapyunitsa uzoq vaqtdan beri toshgan. Keyin bemor lecheni olgan juda ham ko'p joyda. Biz keyin kelganda tahlillar o'tkazdik. Tahlillarda ko'rib turibsizlar. Tahlilda immunoglobulin Y si o'ta yuqori chiqqan. Keyin biz muolajaga oldik. Qachondan beri tarvoq toshardi? Azamjon aka 1,5 yil ko'proq oldu. 1,5 yildan ortiqcha ko'p toshgan. Hoji tog'a o'zi bizga kelgan paytda faqat tarvog'ini bezovta qilib kelgan, lekin biz ko'rikdan o'tkazganimizda tog'ada nafas qisishlari ham bo'lgan. Uni aytmagan, asosiy qiynayotgan narsa tarvoq toshgan. Nafas qisishingiz qachondan beri bezovta qilgan? G'ijillash, chiyillashingiz bor edi. Menga aytmadingiz-ku, men eshitib turib bilib qolganman keyin. Bu 4 yildan beri shunaqa edi bu. Tushunarli. Buni so'raganim sababi tog'da shu bronxial astma 4-5 yildan beri qiynab kelgan, shuni vaqtida davolanmagan hisobiga allergik kasallikning boshqa turida, ya'ni tarvoqda ham qo'shgan. Shuning uchun bitta kasallikni vaqtida davolamasangiz, ikkinchi allergik kasallik kelib chiqishi mumkin. Hozir yaxshisiz. Hozir Xudo xohlasa juda yaxshi bo'lib qoldi. Inshaalloh, Xudo Yaxshi, xohlasa. sizga uchrab, men yaxshi bo'lib qoldim.